Assalomu alaykum aziz obunachilar. Chorva qo'zi ishqibozlari. Mana qo'zi qo'chqorlarimiz. Mana klientlar ham kelgan, savdo bo'lyapti hozir. Bugungi kuniga payshanba 8-may 2025. Mana qo'yimizga, sariq qo'yimizga savdo bo'lyapti, Arashan qo'y. Arashan qo'ylarimiz. Mo'yishda eng kattalarni qo'shqar ekan, aka. Bitta qo'shqar bu. Mana Arashan qo'ylar ichida sog'lig'i ham bor, qo'chqari ham bor. Ama haqiqatan qo'ylar chiroyli ekan, Arashan qo'ylar. Ko'ringlar, sog'lig'i ham bor, sog'liq olaman degan. Mana hozir savdo bo'lyapti. Bo'lmasa ochiq kesib qo'ying aka, aylanaydi bizam bunday joylarni ko'raylik. A'zamjon kim A'zamjon? Qo'ylarimiz soni juda ko'p. 150 ta atrofida chiqadi. Siz blogermisiz aka? Ha? Ko'p qisirlarni ham qo'yaptimi? 22, 23, 25 ga dollar aka. 2 tishdan 4 tish. Endi hamma odam har xil sotadi aka. Men aka ochaman hozir. Ko'rsangiz jinni o'qiladi. Menga 50 ta keladi. Qo'to.